açarız bunu. Dostlar bu men kutganimdan ham asab ulargan. Ham shuning uchun ham do'stlar kutib turasizlar. Kutib turishlaringizni xohlamayman. Shuning uchun ham birozga tezlashtiraman shu joyini. Mana kirdi. New World Game Survival Hardcore Creative Survival'da va normalga qo'yib qo'yamiz. Bu ko'chib data pack New World Creative World. Do'stlar men ham bu o'yinda to'g'risi uncha o'ynaganim yo'q. Chunki Java meniki bo'lgani uchun. Do'stlar men aytganimdek, agar biz ilk obunachi bo'lsak, o'z do'stlarim bilan Artifact serverida birga anarxiyada o'ynaymiz. Bu joyi juda sekin bo'lgani uchun to'xtatib turaman do'stlar. Hurmatli obunachilar, mana endi kirib oldim. Baba. Ekrandagi nima desangiz, bu men ham tushunmadim, menimcha. Nihoja hozir kutib tursangiz 1 sekund. Mana endi qaytdim do'stlar. Naqadar biz biyomda paydo bo'libmiz. Qorli biyom bilan yer o'tli biyom. Yerli biyomda. Bir 10 daqiqa bilan ham yaxshi. Chaklarni eng mayda chak 2 ekan. Shunda ham qotib turar ekan. Foydalanuvchiga kerak. Internetingiz yaxshi ishlagandan foydalanishingiz kerak. Masalan, to'g'ri bo'lishi ham qiyin. Düşmezden alışmam gerek. Peki var bu size kravat gerek, kravat için koy gerek. Ve uzun kafalı koy. Telefon hatta yapacağız gene. Vay bulacak var ya. İkimizga kerakda jo'nlikni malika ishlaymiz. Yo'lda uchrab qolar. Nimaga yo'l uncha ko'rinmayapti desangiz, aytganda chaklarni kamaytirib qo'yganman. Va chaklarni kamaytiradigan bo'lsa, hozirgidan o'ynalmay qolasizlar to'g'risini. Shuning uchun chaklarga tegishmay qo'ya qolgan yaxshi. Chaklar o'zi eng maydasi 2. Yerler maydamikan, tog'lar bilan o'ralib. Va biz tizga chiqishimiz kerak. Yaptı. Yanımda biraz böyle. Bazen sen eğitimde kesinlikle çıkaracak. Bu şarj olacak. Eğitimde kesinlikle çıkaracak. Tepemizde hazır koy falan böyle. Yine böyle koy. Bunlarla bir kere lekin olish uchun bizda kirka yo'q. Va ketyapti. O'zim telefonimga
Maqsadim nima desalaringiz, menda maqsad hali yo'q, lekin Java Minecraft'ni ko'rsatyapman. Nastroykani to'g'irlash kerak qotmasligi uchun. Nastroykaga kirish kerak. Nastroyka. Bu yoqdan kiramiz. Manaki bu yerga kirib olasizlar. Redis Discord Chunks degan bor. Buni hech qachon ko'tarib ko'rmaysizlar. Telefon qotadi. Simulyator chunk. Yana chunklar ham bor ekan. Bularni ham kamaytirib. Buni o'qib qo'yamiz. Maksimal Fepsi 50 bo'ladi, yetadi. Tishmaymiz. Shunday qo'ysak, telefon qotishi salgina olsa ham kamayadi. Aytgancha, mana ko'rlaringizni skin custom. Hop, buni. Bu sizni mana shuni qilib ko'rsatadi va biz normalga tushirib olishimiz kerak. Normal o'zi bu qayerda ekan? Mana bu prosi. Men sanab ko'rdim buni. Bu banaqa nolarga PvP'larda ishlatsa zo'r. Yaxshigina javob beradi. Bu blok tugadi. Mesela kibrit videomuzdan chiqadi va birgalikda shu video bilan qiyin bo'ldi bu yerga chiqish. Qiyin. Shuning uchun ham buni Pro'ni normalga qo'yib qo'yamiz. Hozir mana yana sizlar bilan men qaytdim. Hozir mana endi qaytdim do'stlar. Mana endi esa mana do'stlar yana qaytdim. Hozir tushib ketdim va o'lmasdan tushishga harakat qilaman. Geldim. Yanımda mı? Ne alışması bana böyle çıkaldı mı? Evet Allah seçip aldım arkadaşlar. Sonra videom size TikTok'taydı. Like ve abone olmayı bakmayın. Arkadaşlar bu Minecraft'ta katlarda küçük bir şey var. Hani ki cevap verirken kullanmışım. Hani ki modlar bilan Java Minecraft'ta chiqaman. Yaxshigina qotar. Keyingi videomda bu sizlarga mana o'rgatganimdek FF'larni kamaytirib qo'yiladi, telefonlarni kamaytirib va men hozirgi o'rnatgan versiya 1.19 versiya. Shuning uchun bu versiyalarda ham qotar ekan. Shuning uchun maydaroq versiyani tanlashlaringizni tavsiya qilaman. Mayli, sizlar bilan javob berdik. Like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang.